Hammaga assalomu alaykum. Xorazm kanalining obunachilari. Bugungi videomizda sizlarga hozir ajoyib bir uyni ko'rsatib o'taman. Bu uyni ko'rsangizlar dumboshgacha remont etilgan, lekin pulini arziydi. Video davomida sizlarga variantlarni aytib o'taman. Variant, ya'ni shu uyni ko'rib turibsizlar-ku. Uy egasi shahar markazidan, Urganch shahar markazidan 200 kvadratli remonti tayyor uy bilan barter qilajaqlar. İşi görüp turgan uyimiz 408 kvadrat metr. Yani bu uy Urganch Broller birinchi sinf ko'pirdan o'tgandan keyin manzilda joylashgan. Yana da aniqroq tushuntiradigan bo'lsam, buyon tomonimizda Urganch Xivaga ketadigan yo'l. Shu yerda 9 etajli dom bor. Shuni yetming o'ng tomonda ko'pir chiqadi. Yo'ldan kelaverishlaringizda sinf ko'pir, sinf ko'pirdan o'ng aylanasidan chap tomonda ikkinchi ko'cha bo'ladi. Ishlarni ham hozir ko'rsatib o'taman. İşler ham cho'tkat remont etilgan. Uy egasi o'zlari Toshkentda yashaydi ekanlar. Shuning uchun Urganch markazidan remont 200 kvadratli remonti bitgan kottejlar bilan barter ishlatishacaklar. Bu yerlarda svet, suv, gaz, bunday narsalardan muammo yo'q. Gaz torbalargan, internetlar ham bor. Ko'rib turganlaringizning garaj. Bu yerdan pramo xolasozda bog' tomon chiqib bo'ladi, xolasozda tepaga chiqib bo'ladi. Shipirlari tayyor. Girib kelganimizda yana zinalarimizni cho'tga to'qlab qo'yibdilar. İçindeki ba'zi bir jihozlar ham agarda kelishilsa qoladi ekan. Eshiklarimizni ko'rib o'tsangizlar bo'ladi. Qanacha ichana kiramiz. Bismillah. Hammaga nasib etsin. Gitganimizda bizlarni shunday birina qo'li kutib oladi. O'ng tomonimizda banda qo'li shumanliklari. Bo'ldi hamma yeri remont bo'lgan, tayyor. Ben tamam ikinci etajga chiqib ketadigan yo'l. Hozir sizlarga bu yon tomonda qo'limizni ko'rsatib o'tamiz. Mana endi mehmon kutib oladigan joy. Ko'rib turganlaringizdek. Perdalari bor, televizori bor. Ba'zi bir jihozlari agarda kelishilsa egasi bilan ular ham qoldiriladi. Birinchi etaj, ikkinchi etaj hammalari cho'pli pol bilan qo'yilgan. Ko'rib turganlaringizdan cho'pli pol bo'lgan hamma yeri. Bir ham ikkinchi etajdan. Zalimiz Xo'p, zallarimiz ham ajoyibgina ko'rib turganlaringizdek. Bu yoqimizda точный потолок, mana уже forma bilan yasalgan, gicha karton bilan. Shu bilan bu yoqimiz kuxnya, bu yoq tomonimiz spalnya bo'ladi. Ya'ni kuxnya tomon o'tishingizda bu yerning formasini ko'ring. Xo'shat formada saqlangan. Ko'rishlaringizdek, bu yoq tomonimizda spalnya. Spalnyamiz ham katta. Bu yoq tomonimizda sanuzol, tualet banyosi. Bellarimiz ham ajoyibgina kengina. Pulini hali aytib o'tamiz. Shundan ekranda dapalada birlarda chiqib turgan bo'lishi mumkin. Lekin kelishiladi. Bu ham kuxnya. Bog' tomonidan ko'rsangizlar bo'ladi. Bog' tomonidan qaranglar. Bog' tomon отдельно искусственный. Bog'imiz bor aynan kichkinakkina. Bu yoqda bir tualet bor. Bu yoqda уже letniy kuxnya, sklad, ikkinchi etajdan taxlab aytsa, dapada o'tiradigan joy ham etsa bo'ladi. Ajoyib. Qo'shat saqlangan.
Bu letniy kuxni ishini taxlab bersangizlar, bu yerdan tepeye chiqadon, yo bo'lmasa bu yerda o'tiradonmi? Baga chiqib ketadigan tomondan onu katta panoramni o'ynatib qo'ydilar. Bu yanimiz kladovka bo'ladi. Bu yana esa garaja chiqib ketadigan, endi garajdan chiqadigan yo'limiz. Oynamiz panoram katta, yana tepadagilarni ham tepalarni kuzatib o'tamiz. Hamma shunday joylar nasib etsin, ekranda eganing nomeri bo'ladi. Bemalol telefonlardan bog'laninglar. Ikkinchi etajda ko'rib chiqamiz. Sinamiz ahamiyat berasi. Unda tip o'ylanib, qo'shilib, o'tirilgan. Timola qilib tutdi. Yanımızdan görüp doğalarınız yana yan kayıtmanın panoramını katta oynatıp koydular. Onu boğun görüp oturabiliriz. Tepelerimizden çırayla forma yasalgan acayip olup tuttu. İkinci etajga chiqqanimizdan o'ng tomonimizda birinchi spalnya bo'ladi. Spalnyani bir ko'rib o'tamiz. Tepelerimizden polностью teplый pol bo'lgan. Yine giyemizden bu ikinci etajdagi birinchi spalnya. Konteyner qo'yilgan. Ajoyib etib taxlangan. Bu aynasini qaranglar. Aynani kattagina. Panoramni cho'tkatib qo'yibdi ekanlar. Bir dona narsa bor. Ham zo'r joyi bor. Qarab turinglar. Bunda shkafi, shkafni ko'rib turibsizlar. Shkafni hoppa, açasızlar. Yanımızda banyo. Bir tuvalet и душ. Kichkina, удобный, lekin nima qarang, chiqdingizda spalniy. Ajoyib. Planirovkasini qarang, xushrat taxlangan ekan. Biz spalnimizdan chiqib, o'ng tomonimizga ketganimizda, bizning chap tomonimizda bir zal. Yine. Ajoyib. İyi bir yanımızdan bir katta zal bo'ladi. Uzun ketgan. Giyingina, mana yurib botirman, yurib botirman. Lekin zolam ketgan giyingina. Biz olimizdan chiqsak, oldimizda yana bitta spalnya bo'ladi, koridor ham giyingina. Birimiz kaçalmi. İyi bir yanımızda bir spalnya bo'ladi. Shu narsa hamma ko'rgan narsalaringiz, agarda egasi bilan kelishsangiz, hammasi qolishi mumkin. Faqat kelishda. Yani aytganimda ikkinchi etajda to'plab bo'ladi polностью. Uy haqida o'z fikrlaringizni kommentda yozib qoldiringlar. Agarda Urganchni markazidan 200 kvadratli kottejlaringiz remonti tayyor kottejlaringiz bo'lsa, barcha ishlashsa bo'ladi. Ekranda eganing nomeri bemalol telefon urasizlar. Gelişesizler. Öyleyken ishoninglar, domyamat qurilgan. Mehr berib qurilgan uy, mehr.